Eron va Amerika o'rtasida bo'layotgan urushdan eng ko'p kim zarar ko'radi bilasizmi? Xitoy davlati. Chunki Eron neftining katta bir qismi yashirin yo'llar bilan Xitoyga ketadi. Xitoydan esa Eronga pul qaytadi. Eronning iqtisodiy tizimi aylanishni boshlaydi. Ammo Eron neftiga zarar beradigan bo'lsa, jahon bozoriga neft kirishi qiyinlashib qoladi. Shuning uchun Donald Tramp Venesuelaga tinchlik olib kirib, u yerdagi neftlarni nazoratga oldi va Eronning Xark oroliga zarba berdi. Buning orqasidan Xitoyga neft borishi qiyinlashib qoldi, lekin o'zida neft bor, chunki Venesuela bor, do'stlar. Diplomatiyada bir so'z bor. Agar stol ustida bo'lmasang, demakki menyudasan. Bu urushda Eron faqatgina shaxmat doskasidagi piyonga aylanib qoldi. Shuning uchun do'stlar, geografiyani yaxshi bilishimiz kerak. Geografiya fansimiz. Ha do'stlar. Agar kitob zarur bo'lsa, Tirilish Aybobga murojaat qiling. Urush aslida Eron va Amerika o'rtasida emas, bu strategik bir hamla Xitoy uchun.